shunda aytmoqchimanda, tajribamdan kelgan holatda. Bizga qo'l terim yaxshi, qo'l terim. Mashinada terilgan paxtani biz xohlamaymiz-da. Chunki unda paxtani 40% pastga tushib qoladi-da. Isrofgarchiligi bo'ladi. Agar qo'l terimchilarga bir sharoit yaratib bersak, ularga nima bersak, balki qo'l terim yaxshi. Fermer uchun qo'l terim yaxshi-da. Boshqa fermerlar aytayapti, hamma o'sha yerni deydi, fermerni o'ziga bersin deydi. Mana aytaylik, sizga yerni berdi. O'zingiz shu qo'l bilan terish uchun qancha odam topishingizga to'g'ri keladi? Buni qanday uddalaysiz? Qayerdan olasiz shuncha odamni va ularga siz qanday qilib to'lovini ta'minlab berasiz? Pul berishni qanday yo'lga qo'yasiz? Men shaxsan o'zim fermerlik nimamda, shu paxta terim bor-ku, bir to'y qiladiganday tayyorgarlik qilaman-da. Chunki meni mehnatim u yig'ishtiriladi. Chunki men hech qanday ayon mana shu dalamda terimchilar teradi. Shunaqa qarab o'tiraman, qolaversa bizga ko'proq Toshkentdan, shahardan terimchilar keladi. Kerak bo'lsa paxta terishni o'rgataman. Men fermerman, lekin o'rgataman ularga. Paxta terish mashinasi bor-ku, u tergan paxta poteriya bo'ladi. Biz yo'qotamiz, neftdan yo'qotamiz, keyin terim tadbir bo'lib qoladi. Ularda nima chiqarib qo'yadi, 30%, 40% paxtani yerga tashlab qo'yadi. Agar yerni sizga bersa, fermerni o'ziga bersa yerni, mana paxtangni ek, teradiganlarni ham o'zing top, paxtakorlarni ham o'zing top desa, Toshkentdan sizga u paxta terimchilarni olib kelmay qo'yadi, chunki davlatniki bo'lmaydi bu yer, sizniki bo'ladi. Ana o'shanda siz qayerdan topasiz terimchilarni deyapman-da, qanday o'zingiz uddalaysiz? Nechta terimchini topishingizga to'g'ri keladi? Mana hozir aytyapman-ku, paxta terish mavsumiga men shaxsan o'zim bir to'y qiladigandek tayyorgarlik qilaman. Shunda nima qilib qo'yamanki, ana dalamda meni dalamda farq ishlagan odamni men norozi qilish xohlamayman. Kerak bo'lsa, davlat 260 so'm beradigan bo'lsa, men 300 so'm berishga tayyor turaman-da. Shunda xalqim bor-ku, xalq bu paxtani xalq terib beradi bizga. Shunda men nima qilaman-da, lekin men hech qachon mana shu mashinada paxta terish xohlamaganman-da. Lekin bu juda og'ir mehnat-ku endi, Gulnor opa. Yo'q, bizda terimchilar bo'ladi, xalq teradi. Xalq kunga qarasa shunday chiroyli paxta terib beradi, o'zini oilaviy iqtisod tarafi ta'minlanadi ularda. Men masalan fermer bo'lganim bilan men bitta ayol kishiman. O'sha dalani xalq qilganda, o'sha o'tdan tozalagan ham xalq bo'lgan, paxtani terib bergan ham xalq bo'lgan. Berqoqi bitta chizon ana xalqqa, bitta anaqada bir nimaki shunaqa chiqadi paxta terishga. O'zini oilaviy kamchiligini to'la to'kis nima qilyapti? Shunaqa oilalar bor, sizlarga bor paxta teradi. Siz ularga mana 300 so'mdan beraman deyapsiz kilosiga kerak bo'lsa. Qayerdan olasiz o'sha pulni? Men aytyapman-ku, men to'y qiladiganday paxta terimga tayyorgarlik qilaman. Shunday nimam bor-da, men endi mayli qasb yiqmayman yoki qo'sha mashina minmayman. Meni davlatimda olsa meni majburiyatim bo'ladi, shartnomam bo'ladi. O'sha shartnomani bajarish bor-ku, katta menga nima bo'ladi-da. Shunga men tayyorgarlik qilaman-da. Menga o'sha paxta payti bor-ku, bir to'yda bir mazza davr bo'ladi menga. Men dalamga kelgan odam ovqatini ta'minlayman, hamma narsasini ta'minlayman. O'sha Toshkentdan kelganlar, paxtani terganlar menga pazarga berganda, uka. Mana terilgan paxtani siz davlat belgilagan narxda davlatga topshirasiz-da, shundan keyin sizni o'zingizga foyda qoladimi? Masalan, shu foydadan siz qoniqasizmi? Mana siz terimchilarga berdingiz pulni, keyin endi davlatga topshiryapsiz. O'zingizga foyda qoladimi? Qoladi, lekin meni yerim unaqa to'la tekis javob beradigan yer emas-da. To'la tekis javob beradigan yer emas. Men shunaqa nimamanki, shartnoma menga hisob. Men shartnomani bajarishim kerak bo'ldi. Mayli investitsiya qolmasa, lekin men foydalanaman chiqqanman. Foyda pulimga mashina ham minganman. Mashina haydaganman, traktorga ham men o'zim pulimga sotib olganman. Bunaqa kredit, bunaqa lizing qilmaganman. O'zim traktor haydab dalada ish ko'rsatgan ayolman. O'sha traktor haydaganim uchun viloyat hokimi menga 3 kunda mashina bergan.
planda bajarganim uchun. Gulnor opa, aytingchi, nima yana o'zgarishi kerak? Fermerlar yana ham boyishi uchun, fermerlar haqiqiy yer egasi bo'lishi uchun. Fermerlar boyishi uchun barku tumanda egasi bo'ladi hokim. Fermerga shart berish kerak, shart-sharoit qilish kerak. Xudo xohlasa bizga yangi hokim kelgan Zardo'r tumaniga. Endi Xudo xohlasa yangi hokimda qadam qutuq bo'lsin. Mayli, biz 6-7 tuman bajarmadik paxtadan Zardo'r tumani. Xudo xohlasa yangi hokimda qadam qutuq bo'lsin. Tuman bajaramiz, lekin yerga e'tibor berish kerak. Qayerga chigit qadash mumkin. Soxta sertifikatlar qilmasligimiz kerak. Haqiqiy ish bo'lishi kerak. Fermerlarga yerni to'g'ri taqsimlab berishimiz kerak. Ishlaydigan haqiqiy dehqonga berishimiz kerak. Baribir men mashinada paxta tergizdirmayman. Men o'z xalqqa tergizdiraman, ular oziqlarim pulini beraman. Pakera bo'lmaydi. Qo'l terim yaxshi-da, lekin mana shu terimchini norozi qilmasangiz xalq o'zi keladi. Bizga paxta kerak ochib qolibdi-ku deydi. Hech qachon terimchiga yalinmaganman-da. O'zlari kelib terib bergan paxtamni.